Ushbu videoda siz himoyachilarni aldashingiz mumkin bo'lgan eng zo'r va eng oson 15 ta fintlarni ko'rib chiqamiz. Outside step over. Oyog'ingizni to'pni oldi tarafidan aylantirib o'tkazing va tanangizni xuddi o'sha tarafga aldamoqchidek yo'naltiring. So'ngra ikkinchi oyog'ingizdan to'pni boshqa tarafga yo'naltirishda foydalaning. Megiddy spin. Himoyachi orqangizdan kelayotganda to'pni orqa tarafingizdan o'tkazing. So'ngra boshqa oyog'ingiz bilan qarama-qarshi tarafga, ya'ni chiziq bo'ylab to'pni yo'naltiring. Berbatov spin. Burchakda qamalib qolgan bo'lsangiz, unda to'pni oyog'ingizni ichki qismi bilan to'xtating. So'ngra to'pni qochirib qo'ymasdan burilib oling va xuddi o'sha oyog'ingizni o'zi bilan to'pni ko'tarib qo'ying va boshqa tarafga yo'naltiring. Speed elastic. Oyog'ingizni tashqi qismi yordamida to'pni qaysidir tarafga yo'naltiring. So'ngra tezda xuddi o'sha oyog'ingizni o'zini to'pni narigi tarafida o'tkazib oling. So'ngra to'pni oldinga yo'naltiring, himoyachidan qochib ketish uchun. Devi. Xuddi himoyachidan qochib ketmoqchidek, to'pni bir tarafga yo'naltiring. So'ngra to'pni orqaga qaytaring-da, boshqa qarama-qarshi yo'nalishga yo'naltiring. Pull behind leg. Himoyachi to'pga tashlanaman deb turganida, to'pni oyog'ingizning tag qismi bilan orqaga yo'naltiring. So'ngra oyog'ingizning ichki qismidan to'pni himoyachidan olib qochishda va oyog'ingizni orqa tarafdan o'tkazishda foydalaning. Feints. Dribling qilayotganingizda xuddi bir tarafga aldamoqchidek yelkangizni to'g'ri o'sha tarafga tashlang va himoyachi chalg'ishi bilan to'pni qarama-qarshi yo'nalishga olib qoching. Inside step over. Bir oyog'ingizni to'p bo'ylab va tanangiz bo'ylab harakatlantiring. So'ngra xuddi o'sha oyog'ingizni tashqi qismi bilan to'pni boshqa tarafga olib qoching. Stop and go. Qanotdan qochayotganingizda oyog'ingizni ichki qismidan to'pni joyida to'xtatishga harakat qiling. Himoyachi ham to'xtagach, o'sha narigi oyog'ingizni ichki qismi yordamida o'sha yo'nalishga harakatlanishda foydalaning. Scoop turn. Xuddi jamoadoshingizga pas bermoqchidek, to'pni biroz qochiring. Lekin oyog'ingizni ichki qismidan foydalangan holda qarama-qarshi tarafga himoyachidan to'pni olib qochishga foydalaning. Maradona spin or roulette. Himoyachi yaqinlashganida oyog'ingizni ichki qismi yordamida to'pni orqaga harakatlantiring. So'ngra esa burilib oling va narigi oyog'ingizning ichki qismi yordamida himoyachidan to'pni nariga olib qoching. Outside heel toe. Oyog'ingizni tashqi qismi yordamida to'pni oldinga yo'naltiring.
So'ngra esa katta tezlikda oyog'ingizni to'pni oldinrog'iga o'tkazib oling va xuddi o'sha oyog'ingizni tashqi qismi yordamida boshqa tarafga aldab o'ting. Ronaldo chop. Himoyachi katta tezlikda sizga yetib olayotganida oyog'ingizni ichki qismi yordamida to'pni nafaqat o'zingizni va himoyachini ham orqasidan o'tkazishda foydalaning. Elastico. Oyog'ingizni tashqi qismi yordamida to'pni bir tarafga tashlang. So'ngra esa xuddi o'sha oyog'ingizni to'pni narigi tarafdan o'tkazing-da, boshqa tarafga to'pni yo'naltiring. Roll to heel. Qanotdan qochayotganingizda yoningizda bo'shliq bo'ladigan bo'lsa, unda oyog'ingizning tag qismi yordamida to'pni orqaga yo'naltiring. So'ngra orqa oyog'ingizning ichki qismi yordamida himoyachidan qochib ketishda foydalaning. Demak do'stlar, agarda video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta pastdagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va ko'proq narsalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta qolgan videolarni ham tomosha qiling.